Assalamualaikum hörmətli Uyğur Tor Ədəbiyyatı yürüşlük dərsliğinin iştirakçıları. Biz bu saatlik dərsimizdə ədəbiyyatın yeni bir mühim janrlardan biri bolğan nəsr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Nəsr ən avval bir tipik əsər oluş alayidligi bilan bayan xarakterdagi barliq əsərlərinin umumi namıdır. Nəsr bolsa lirik, ipik hem dramatik əsərlərinin bəzi bir xüsusiyyətlərini özü mücəssəmləyən, intayin, erkin, ixcham və jangovar bir ijadiyyat türüdür. Nəsr bolsa hikoyalar qaraganda ixcham, texim obrazlıq, she'rlar qaraganda bir qadar erkin ve kengri bir xususiyeti bilen edebiyat janrida başka janrlardan ro'shan farqlanib turadi. Nasrninki edebiyatning boshqa janrlariga qaraganda o'zini ayirib turgan mundaq bir qancha muhim xususiyatlar bor. Bu xususiyatlardan biri bo'lsa, Nasrninki tema tanlash doirasi intayin keng. Nasr xolis odamni, xolisa ma'lum bir hodisalar, voqealarni, xolisa tabiat manzaralarini, xolisa hayvonotlar dunyosini, ya'ni yozuvchi nimani xolisa shuni tasvirlashga, shuni yozishga bo'ladigan alohida bir edebiyat janri. Avtor uningda nima tema tanlashidan qat'iy nazar özünün his tuyg'ularini, o'y fikri tushunchalarini, xiyol tasavvurlarini, tonish va mulohazalarini nasr janrida xohlagancha ifodalay oladi. Ikkinchi bir xususiyati bo'lsa, nasr intayin qo'yiq bo'lgan lirikalik xususiyatga va kuchli obrazchanlikqa ega. Ba'zi bir nasrlarda inson obrazi yaratilsa-mu, ko'pincha nasrlarda, ya'ni dunyo edebiyotidagi va Uyg'ur edebiyotidagi ko'pincha nasrlarda lirik obraz yaratiladi. Mayli lirik obrazlik nasrlarda bo'lsin, mayli personaj obraz yaratilgan nasrlarda bo'lsin, lirikalik xususiyatining har qachon nasrda intayin qo'yiq va boshdan oxir bo'linish talab qilinadi. Shunglashqa nasrni o'qigan vaqtda qalbimizning kuchli va hayajonga to'lishi bizning his tuyg'ularimizni intayin to'liq va mukammal bir ravishda ifodalagandek o'qirmanlarga his tuyg'u berishning sababi bo'lsa, mushuningdandir. Uchinchi bir taraf nasrninki qurilmasi, ya'ni syujet qurilmasi intayin erkin va jonliq bo'ladi. Bir nasrda mukammal bir voqealikning bo'lishi talab qilinmaydi. Lekin bir nasrni she'rga solishtirganda she'rdek vazn, qofiya, ahangdarlik, turaq degandek she'rninki muhim o'lchamlari nasrda talab qilinmaydi. Nasr intayin qo'yiq she'riy turaqqa ve she'riy tusga ega bo'lsa-mu, she'rga qo'yilgan talablar qo'yilmaydi. Ya'ni shuningdek, nasrni teatr edebiyoti bilan solishtirgan bo'lsak, teatrlardagi personajlarning harakati va dialoglaridan shakllangan ziddiyatli to'qinishlar nasriy asarlarda ko'rilmaydi. Nasrda bir odamni yozishmi, ma'lum bir lirikani yozishmi, ma'lum bir muhitni yozishmi, ma'lum bir tabiatdagi ma'lum bir nuqtani yozishmi yoki butun tabiatni tasvirlashmi bo'ladi. Ba'zida odamni tasvirlashmi, ba'zida lirikani tasvirlashmi, ba'zida voqealikni tasvirlashmi, ba'zida muhitni tasvirlashmi bo'ldi. Edebiyotning shunchalar ko'p tasvirlashga bo'ladigan va hammasini ham o'zaro giralashtirib oladigan, ham bir-biridan ayirib oladigan bu xil erkin ve canlılık ifadalash shakli fakat ve fakat şu nasr edebiyatida ve nasrchilikda ko'riladi. Lekin bu deganlikmi, hargizmi nasr xuddi jugansiz otdek chuvalchaq, redsiz, nimil yozsa bo'ladigan asar deganlikdan darak vermaydi. Har bir nasrning cho'qim tasvirlanmoqchi bo'lgan yoki yo'ritmoqchi bo'lgan cho'qim markaziy bir ana ideyasi, ana voqealigi yoki ana bir syujet qurilmasi bo'ladi. Lekin bu qurilma ichida xohlagancha ifodalash shaklidan foydalanish yozuvchininki shu vaqtdagi his tuyg'usi, badiiy didi yoki ilhomiga bog'liq. Buni yig'inchoqlagan vaqtimizda nasr shakl jihatdan to'limi tarqoq, lekin mazmun jihatdan intayin ixcham bo'lgan alohida bir edebiyot janridir. Nasrninki 4-chi bir xususiyati bo'lsa, hajmi to'limi kichik, sahifalar intayin ixcham bo'ladi. Shunga nasrning tili doim intayin jonliq, obrazliq, liriklik, o'qitish va simvollar intayin boy ve ixcham bo'lish talab qilinadi. Nasrninki 5-chi bir xususiyati bo'lsa, nasrning ifodalash shaklida ko'rinadi. Nasrninki ifodalash usuli intayin xilma-xil bo'lib, nasrda bayon xarakterlik adabiy asarlar, lirik xarakterlik adabiy asarlar, muhokim xarakterlik adabiy asarlarni yakka holatdami yoki ularni o'zaro giralashtirib qo'llanishga bo'ladi. Yoki, ya'ni demoqchi bo'lganimiz, yozuvchi o'zi ifodalamoqchi bo'lgan yoki o'zi yozmoqchi bo'lgan ma'lum muhit, voqealik, shaxs yoki o'zining his tuyg'u, tasavvur, o'y fikrlarini ba'zida bayon qilib, ba'zida tasvirlab, ba'zida lirikalik tushuntirib, ba'zida lirikasini izhor qilib, ba'zida muhokim orqali tushuntirib, shu bir qanchilgan ifodalash shaklini o'zaro yo'g'irib ifodalasimi bo'ladi. Demak, nasr ko'plagan ifodalash usullarini bir vaqtda hem yakka holatda
hem o'zaro giralashtirib qo'llanishga bo'ladigan bir edebiyot janridir. Bu nasr o'z ichidan bundoq 3 turga bo'linadi. Birinchisi lirikalik nasrlar. Lirikalik nasrda hissiyot intayin lirik ifodalanishi, asarning boshdan oxirigacha liriksiniki intayin quyuq bo'linishi talab qilinadi. Ikkinchi bir shakli bo'lsa epik nasr yoki bayoniy nasrdir. Bu epik nasr deganimizda ma'lum bir voqelikni yoki bo'lmasa ma'lum bir shaxsni, personajni tasvirlash orqali shu voqelik orqali tasvirlangan nasrdir. Epik nasrninki hikoyalardan farqlanadigan eng chong farqi bo'lsa, hikoyalarda muayyan bir voqelik boshdan oxir bo'lish talab qilindi. Lekin nasrda bo'lsa muayyan bir voqelikninki boshdan oxirgacha bo'lgan mukammal syujet qurilmasi talab qilmaydi. Avtor o'zi ifodalamoqchi bo'lgan voqelikni faqat o'ziniki his tuyg'u, tushuncha, mulohiza va muhokimasi, shundaqla shu vaqtdagi badiiy ilhomi bilan odam, voqelik va muhitni o'zaro giralashtirib, lirik bir shaklda konkret tasvirlashni asos qilib turib yozib chiqiladi. Uchinchi bir xili bo'lsa, muhokimalik nasr. Muhokimalik nasrda bayon bilan muhokima intayin zich birikkan bo'ladi. Ya'ni avtor ma'lum bir ideyani yoki o'y fikrni muhokim qilmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida buni o'ziniki lirik bayonlari bilan yoki ma'lum bir voqelik hodisaga bog'lab turib muhokim qilish orqali bayon va muhokimani chambarchaslikqa bog'lagan bo'ladi. Bu orqali nasr bir qarsa muhokim maqolasidek, bir qarsa lirikalik xususiyati intayin kuchli bo'lgan nasrdek tuyg'u beradi. Filyatullah, axbiy axborotlar va adabiy xotirlar shu nasr turininki intayin nasr turining mana shu muhokimalik nasr janriga tabi bo'lgan ushaq janrlardir. Uyg'urlardagi nasrchilik 1940-yillardan boshlangan bo'lib, yana bu davrda Lutfullah Mutallibning Ajal huduqishida, Abdurim O'tkirninki Bosh agim, Dengizdan Sada qatorliq bir turkum munavvar nasrlari Uyg'ur adabiyotidagi nasrchilikka asos solgan va Uyg'ur adabiyotidagi vakil xarakterlik muhim bir nasrlardir. Gerçi Uyg'urlardagi nasrchilik 1940-yilda boshlangan bo'lsa-mu, lekin o'tturdagi yillar 50, 60 va 78-yillarda, 70-yillardagi bu 30 yillik Uyg'ur adabiyotida nasrchilik asosan yozilmadi. Yana 1980-yilda Abdurim O'tkirninki Uyg'ur adabiyotidagi eng munavvar nasrlardan biri bo'lgan she'r va shoir, Qaşteşiği Mediya qatorliq bir turkum nasrlar bilan Uyg'ur adabiyotida yangidan bir nasrchilik kayfiyati, nasr yozish kayfiyati shakllanishga boshladi. Uyg'ur adabiyotidagi yana dangliq Uyg'ur adabiyotidagi vakil xarakterlik nasrchidan birisi bo'lsa, bizning mutafakkirimiz, shoir va tadqiqotchi, olim adib Abdushukur Muhammad Imindir. Uningki Savdolik Taajjubnomasi nomli nasrlar to'plami bo'lsa, Uyg'ur adabiyotidagi tunji nashr qilingan nasrlar to'plamidir. Abdushukur Muhammad Iminning nasrlarida boshdan oxir muhokima va lirikalik intayin kuchli bo'lib, o o'zining tafakkur durdonalarini va muhokimalarini intayin quyuq bo'lgan lirikalik bir she'riy til orqali Uyg'ur o'qirmanlarga sungan. Tabiiyki Uyg'ur adabiyotida nasr degan vaqtning o'zida ko'pincha o'qirmanlarga, ya'ni Uyg'ur adabiyoti bilan yetarli darajada uchrashgan o'qirmanlarning esiga birinchi bo'lib kelgan ism Ahmad Imin. Ahmad Imin o'zining barliq ijodiyatini Uyg'ur adabiyotidagi nasr janriga atagan bo'lib, Uyg'ur adabiyot nasrchilik uchun o'zi yolg'iz intayin ko'p xizmatlarni qilgan va Uyg'ur adabiyotiga 40 yılga yaqin nasr janrida nasriy asarlarni yozib bergan intayin samaralik, mo'l usulliq nasrchimizdir. Bo'lib uning bahor tiniqlari, qalb sadosi, ona til qatorliq nasrlari, Juldur Kipan xotinning sadosi nomli nasrlar, undan boshqa shuhrat, muhabbat, muzikadagi surat qatorliq bir turkum lirikalik quyuq nasrlar bilan Uyg'ur adabiyotidagi nasrchiligimizda gigant shaxs sifatida bosh ko'tarib turdi. Nasr Uyg'ur adabiyotida o'zining obrazchanligi, ifodalash shaklining o'zgachilig'i, lirikalik xususiyatining intayin kuchlikligi, she'riy tasavvurga va ahangdorlikqa boyligi bilan Uyg'ur adabiyotida va dunyo adabiyotida alayda gavdalanib turgan, lekin izchil qalamkashlar bo'libmi to'nilgan qalam sohiblari intayin oz yetishib chiqqan bir adabiyot janridir. Gerçi Uyg'ur adabiyotida nasr yozgan avtorlar qo'shuni keyingi yillarda intayin zo'raygan, bizning jurnallarimizda izchil nasr yozib ba'zi bir muvaffaqiyatlarga erishgan nurg'un ko'plagan avtorlar bo'lsa-mu, biz vaqt munosabati bilan va dastlabki ana tushuncha e'tibori bilan biz nasrchilik haqida shunchalik to'xtaldik. Nasrchilik haqida texnik ko'p nazariy bilimlar yoki bo'lmasa nasrchilik ahvolini bilgisi bor qarindoshlarning nazariy kitoblarga va har xil matbuotlik asarlarga o'zining diqqatini texnik kengroq bir og'dirishini umid qilamiz.